Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu ve ta'alaning insonlarga jo'natgan saodat va najot yo'li faqatgina islom yo'lidir. İnson islomdan boshqa yo'llarda, islomdan boshqa dinlarda hech qachon izzat, saodat, yaxshilik ko'rmaydi. Islomni tark qilgan kishilar kim bo'lsa bo'lsin, dunyoda ham, oxiratda ham xor bo'lishlikka mahkum va majburdir. Ular o'zlariga o'zlari eng ayanchli, eng xunuk, eng xor yo'lni tanlab olishdi. Shuning uchun biz butun dunyo ahliga mana bu haqiqatlarni, go'zalliklarni e'lon qilishligimiz kerak. Butun insoniyatni islomga chaqirishligimiz kerak. Alloh taolo islomdan boshqasini qabul qilmaydi va inson islomdan boshqa yo'lda hech qachon saodatli, baxtli bo'lmaydi. İnsanlar o'zlariga zulm qilmasin. Masalan, ikkinchi tarafi ayni shu da'vat, ayni shu xitob islomni da'vo qilyapti turgan kishilarga ham lozim. Mana ko'rib turibmizki, islomni da'vo qilib, lekin islomga amal qilmay yurganlar, islomga begona bo'lib yurgan musulmonlar nihoyatda ko'p. Va aslida bizning zamonimizdagi musulmonlarning orqada qolishligi, kofirlarning oldida xor bo'lib qolishligi, kofirlarga mazlum bo'lib qolishligi din dushmanlari tarafidan, munofiqlar, fosiqlar tarafidan masxara qilinishligi hammasi mana shu islomni tark qilganligidan kelib chiqyapti. Agar islom ahli o'zini dinini mahkam ushlagan deydi, kitob va sunnatni mahkam tutgan deydi, hech qachon xor bo'lmas edi, hech kim xorlay olmas edi. Doim faqatgina aziz bo'lar edi. Mo'min kishi butun tarixda aziz bo'lgan va bundan keyin ham qiyomatgacha aziz bo'ladi. Hech kim mo'min kishini xorlay olmaydi. Hech kim. Amerika, Rus birlashsin, ularni 10 barobar bo'lsin, bitta mo'minni xorlashlikka qudratlari yo'q. Qanchalik atom bombalari bo'lsa ham, qancha tanklari bo'lsa ham, qancha imkoniyati bo'lsa bo'lsin, bir mo'min kishini xorlasha olmaydi. Endi minglab, millionlab mo'minlarga zulm qilishligini qo'ying. Bu hech mumkin emas. Lekin islom ahli o'zini dinini tark qilsa, Robbisini norozi qilgandan keyin albatta Allohning g'azabi va azobiga mubtalo bo'ladilar. Biz o'tgan suhbatlarda ham mo'minlarning qadr-qiymati, mo'minlarning darajalari, mo'minlarning Allohning huzuridagi e'tibori to'g'risida bahs qildik. Va dunyoda mana xususan bizning zamonimizda dunyoni har tarafida mo'minlarga qilinayotgan turgan zulmlar va bu zulm bilan insonlar Allohning huzuridagi eng mo'tabar bir mahluqqa zulm qilishyapti. Alloh taolo aziz qilgan, muazzaz qilgan bir mahluqni xorlashyapti. Va biz aytdikki, bu zulmni to'xtatishlik kerak va bu zulmni to'xtatishlik farzdir. Lekin biz shuni yaxshi bilaylikki, kofirlarning zulmini to'xtatishlik, kofirlarning bu tug'yon isyonini to'xtatishlik hammasi bizga bog'liq. Bu kofirlarga bog'liq emas, bizga bog'liq. Biz kitob va sunnatga qaytaylik, dinimizga mahkam bo'laylik. O'sha kuni islom ahli yana aziz bo'ladi
yana g'olib bo'ladi va yana hokim bo'ladi. O'zidan o'zi hokim bo'ladi. Biz dinimizga qaytsak, faqatgina izzatimiz, tinchligimiz emas, siyosatimiz, hukumatimiz ham qaytib keladi. Mana shu sizga zulm qilyapti turgan Amerika, Rusni Alloh subhanahu va taolo sizga xizmatchi qilib qo'yadi. Xodim qilib qo'yadi. Allohga oson. Aslida Allohning qonuni, Allohning shariati shuni taqozo qiladi. Mo'min kishi kofirlarga xizmatchi bo'lishligi, xor bo'lishligi mumkin emas. Harom. Lekin hozirgi musulmonlar o'zini qadr qiymatini bilmaganligi uchun, dinini bilmaganligi uchun havas qilib, talashib kofirlarga xizmatkor bo'lishyapti. Kofirlarning xizmatini qilishyapti. Kofirlarga malay bo'lishlik, qul bo'lishlik ularga havas bo'lib qolgan. Maqtanishadi. Hali musulmonlar o'zlari xorlikni sotib olishyapti. Lekin biz dinimizga amal qilaylik. Qaytaylik kitob va sunnatga. Biz islomning qadr qiymatini bilaylik, mo'minning qadr qiymatini bilaylik. Alloh subhanahu va taolo beradi. Biz mo'minlar qanday bo'lishligimiz kerak? Dunyodagi hozirgi musulmonlarning holatini ko'rasiz, islomga hech qanday aloqasi yo'q. Islomga mutlaqo xilof bo'lgan holatdalar. Islom bizdan nimani talab qiladi? Mana hozir mo'minlarning qanday bo'lishligi to'g'risida bir necha hadis o'qiymiz. Qo'limizda turgan kitob mana Riyos Solihin, bilasizlar, mashhur kitoblardan. Albatta bu hadislar Buxoriyda, Muslimda va boshqa kitoblarda ham mavjud. Kitoblar ko'p, alhamdulillah. O'tgan ulamolardan Alloh rozi bo'lsin. Ummat dinini o'rganishlik va diniga amal qilishlik, saodat yo'lini topishlikda qiynalmasin deb shunday qiymatbaho go'zal kitoblar yozdilar. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, bizning zamondagi musulmonlar shu kitoblarni o'qigani vaqt topolmayapti. 27-bobda fi ta'zimi hurumatil muslimin va bayani huquqihim va shafqati alayhim va rahmatihim. Islom ahlining, muslimlarning hurmatlarini ulug'lashlik to'g'risida va ularning huquqini bayoni, ularga shafqatda va marhamatda bo'lishlik to'g'risidagi bob deyaptilar. Qarang, mo'minlarning haqqi, hurmati, huquqlari to'g'risida Imom Navaviy rahimahulloh bir bob qoyim qilyaptilar. Va oyatlardan keltiryaptilar. Bir necha oyat o'qib, keyin bir necha hadislarga o'tamiz. Aslida bob nihoyatda uzun. Vaqtimiz yetmaydi, shuning uchun bir necha dalil bilan tanishamiz. Qalallohu taala, Alloh taolo Haj surasi 30-oyatda aytayaptiki: "Va man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khayrun lahu 'inda rabbih." Kimda kim Allohning hurmatlariga ta'zimda bo'lsa, kimda kim Allohning hurmatlarini ulug'lasa, u o'zi uchun Robbisining huzurida yaxshidir. O'ziga yaxshidir deyapti Alloh taolo. Mana oyatning zohirini qarang, Allohning hurmatlari to'g'risida bahs qilyapti. Kimiki Allohning hurmatiga ta'zimda bo'lsa deyapti. Endi savol keladiki, Imom Navaviy nima uchun mo'minlarning haqqi, hurmati to'g'risida bob qoyim qilib, Allohning hurmatini bayon qilgan dalilni, oyatni zikr qilyapti? Nima aloqasi bor? Imom Navaviy shunday demoqchiki, aziz mo'minlar va butun insonlar, shuni bilinglarki, mo'minning hurmati Allohning hurmatidir. Mo'minning haqqi Allohning haqqidir. Bu nima degani? Shu mo'minga mana shu hurmatni, haqni, izzatni kim berdi? Alloh berdi. Mana shu tarafdan bular hammasi Allohnikidir. Bu qonunlar, bu hukmlar, bir mo'minga zulm qilishlikning haromligi, mo'minni xorlashlik haromligi, mo'minni haqorat qilishlik haromligi, mo'minni pastga urishlik haromligi, masxara qilishlik haromligi, o'ldirishlik haromligi, obro'siga tajovuz qilishlik haromligi, moliga tajovuz qilishligi haromligi kim tarafidan bayon qilindi? Bular kimning qonunlari, kimning hukmlari? Albatta Allohning hukmlari. Buni Alloh aytayapti bizga.
Agar Alloh taolo bularni harom qilmaganda biz harom deyolmas edik. Agar Alloh taolo buni faqatgina makruh deganda edi, makruh deb bilar edik. Muboh deganda muboh deb e'tiqod qilardik. Lekin Alloh harom qildi. Shuning uchun Imom Navoiy aytayaptilarki, kimiki Allohning hurmatlariga ta'zimda bo'lsa degani, shu mu'minlarning haqqi hurmatiga ta'zimda bo'lsa degani. Demakki, mu'minni xorlayib turgan kishi Allohni xorlayapti. Mu'minning haqqiga tajovuz qilgan kishi Allohning haqqiga tajovuz qilyapti. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo unga g'azab qiladi, la'natini yog'diradi va qiyomatda jahannamga o'tin qiladi. Va bu oyatda Alloh taolo aytayaptiki, sizlar Allohning hurmatlariga ta'zimda bo'linglar, Robbingiz huzurida o'zlaringiz uchun yaxshidir deyapti. Kimiki endi Allohning hurmatlariga ta'zimda bo'lmasa, mu'minlarning haqqi hurmatini bilmasa, qadr qiymatini bilmasa, o'zi uchun yomon bo'ladi. Fahva sharrun lahu inda robbihi bo'ladi. Robbisining huzurida o'ziga yomon bo'ladi, shar bo'ladi. Yana Haj surasi 32-oyatda Alloh taolo aytayaptiki: "Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Va kimda kim Allohning shiorlarini, shariatlarini ulug'lasa, ta'zimda bo'lsa, albatta u qalblarning taqvosidandir. Mana bu oyatda Alloh taolo bizga Allohning shariatini ulug'lashlikka, Allohning shiorlari, shariatlariga ta'zimda bo'lishlikka targ'ib beryapti, buyuryapti, amr qilyapti. Albatta har bittamiz Allohning shariatiga hurmatda bo'lishligimiz, unga ta'zimda bo'lishligimiz vojib, farz. Kimiki Allohning shariatini xorlaydigan bo'lsa, kofir bo'ladi. Endi Allohning shariatining ichida eng muhim masalalardan bittasi mu'minning qadr qiymatidir. Mu'minlarning haq huquqlaridir. Mu'minlarning obro' e'tiboridir. Kimiki bunga tajovuz qiladigan bo'lsa, Allohning shariatiga tajovuz qildi. Va Alloh taolo aytayapti, bu qalblarning taqvosidandir deyapti. Demakki biz mu'minlarning haq huquqini qanchalik himoya qilsak, qanchalik bilsak, shunchalik taqvodor bo'lamiz. Shunchalik bizning taqvoyimiz mukammal va maqbul bo'ladi. Biz mu'minlarning haq huquqini qanchalik paymol qilsak, shunchalik taqvodan uzoq bo'lamiz, zolim bo'lamiz. Demak, har bitta mu'min hech qaysi bir mu'minga zulm qilmasin, haqsizlik qilmasin. Shu mol, qon, obro' butun e'tibordan. Va bir mu'minga boshqalar, kofirlar va din dushmanlarini zulm qilishligiga, tajovuz qilishiga izn bermasin. Ya'ni bir mu'minda haq huquqini himoya qilishlik shunday bo'ladi. Ham o'zingiz zulm qilmaysiz va boshqani ham zulm qilishiga izn bermaysiz. Shunda siz Allohning hurmatini, Allohning shariatini ulug'lagan va qadr qiymatini bilgan bo'lasiz. Bizning zamonimizdagi musulmonlar, dunyodagi musulmonlarning boshiga shunchalik zulm, shunchalik xorlik kelsa ham, xotirjam bemalol yurishliklari bilan ular Allohning dini, Allohning shariati xorlanishligiga rozi bo'lishyapti va shunga o'zlarining hissasini qo'shyapti. Va o'tgan suhbatlarda aytganimizdek, o'zlariga katta zulm qilishyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom hadislarda nima deyaptilar? Mana bir necha hadis zikr qilamiz. An ibn Umar radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilindi. Bu kishi aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Al muslimu akhul muslim. Muslim muslimning birodaridir. Qarang, islomni qabul qilgan odam, islomni qabul qilgan odamga birodardir. Akasidir yoki ukasidir. Opasidir yoki singlisidir. Mana payg'ambarimiz alayhisalom mana bu qonunni qo'yyaptilar. Bu qonun bo'ldi. Demakki, qaysinimiz islomda bo'lsak, muslim bo'lsak, boshqa muslim kishini o'zimizga birodar deb bilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu ma'noda juda ko'p hadislarni bayon qilganlar. Va birortasida muslim degan kalimani bir sifatga xoslamaganlar. Doim mutlaq zikr qilganlar.
usul kitoblarda keladi. Al-mutlaq yajri ala itlaqihi. Mutlaq o'zini mutlaqligicha qolishlik kerak. Kimiki muslim bo'lsa, qaysi bir odam islom doirasining ichidami, demakki u bizni birodarimiz bo'lyapti. Millati qaysi millatga mansub bo'lsa bo'lsin. Siz dunyoni mashriqida bo'ling, u mag'ribida bo'lsin. Masofa qanchalik uzoq bo'lsa ham islom doirasidami, u bizni birodarimiz bo'lyapti. Biz aka-ukamiz bo'lyapti. Va qaysi mazhabda bo'lsa bo'lsin, Hanafiy bo'ladimi, Shofiy bo'ladimi, Hanbali bo'ladimi, Maliki bo'ladimi, u bizni birodarimiz bo'lyapti. Yoki o'zini shu islomga nisbat berib, ammo xatoga tushgan toifalar bo'lsin, modomiki ular takfir qilinmasa, kofir deyilmasa, islom doirasidan tashqariga chiqarilmasa, ular bizni birodarimizdir. Ularda nuqsoniyat bor, ayb bor, xato bor, lekin baribir bizni birodarimiz. Chunki u ham muslim. Uni siz kofir demayapsiz-ku. Takfir qilmaganingizdan keyin bu mo'minlik, islom, iymon haqlari o'rtaga keladi. Allohdan qo'rqishligimiz kerak. Biz mana adashgan musulmonlar to'g'risida qarang, adashgan musulmon deyapmiz. Kofirlar demayapmiz. Adashgan musulmonlar, niyatlari yaxshi, ammo yo kazzoblar, xoin olimlar tarafidan aldandi yoki noto'g'ri tushunishib, xato holatlarga tushib qolishgan, e'tiqoddami, amaldami, qaysi holatda bo'lsa bo'lsin. Modomiki takfir qilinmasa, u bizni birodarimiz bo'lyapti. Endi shularni haqqi, huquqi bizga farz bo'lgandan keyin, unga tajovuz qilishligimiz joiz bo'lmasa, harom bo'lsa va boshqalarga zulm qilishiga sabr qilishimiz ham harom bo'lsa, endi boshqa ahli sunna val jamoat bo'lgan kishilarning masalasi yana ham og'ir, yana ham katta, mas'uliyati yana ham buyuk bo'ladi. Ahli sunna val jamoat qo'lidan kelganicha Qur'on va hadisga amal qilgan kishilar. Ahli sunna val jamoat deyilganda avvalo insonning aqliga mana shu to'rala mazhab keladi. Hanafiylar, Shofiylar, Malikiylar, Hanbalilar va bu to'rala mazhabga o'zini nisbat bermasa ham, lekin kitob va sunnatni mahkam ushlagan kishilar. Bularning haqqi, huquqi albatta yana ham baland. Bularning o'rtasida biz bir-birimizga zulm qilishligimiz, tortishligimiz, tafriqaga tushishligimiz mumkin emas. Qaysi millatdan bo'lsa ham, mamlakatimiz qayerda bo'lsa bo'lsin. Ya'ni biz o'rtamizda kelinglar, biz ba'zi shartlarimiz bor, ba'zi fikrlarimiz bor, qabul qilsalaringiz bir bo'laylik, aka-uka bo'laylik deyishga haqqimiz yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalom bizga qonun qo'yaptilarki, al-muslim axul muslim. Muslim muslimning birodaridir deyaptilar. Kim bo'lsa bo'lsin. Taqvodormi, gunohkormi farq qilmaydi. Birodaringizdir. Lekin albatta taqvodorlarga nisbatan yana ham yaqinroq bo'ladi. Inson qanchalik amaldan uzoq bo'lsa, o'zidan o'zi taqvodorlardan uzoqlashadi. Lekin o'rtada birodarlik ketmaydi. Bir musulmon aroq ichyaptimi? Lekin musulmon kufrda emas, shirkda emas va takfir qilinmaydi, u sizni birodaringiz u. Uni aroq ichganligi yomon, gunoh. Aroq ichganligini yomon ko'rasiz. Lekin uni aroq ichdi deb unga zulm qilishlikka haqqingiz yo'q. Aroq ichdi deb kofirlarga tashlab qo'yishlikka haqqingiz yo'q. Bir musulmon modomiki musulmon bo'lsa, takfir qilinmasa, zino qilsa, baribir sizni birodaringiz. Zino qilganligi bilan kofir bo'lib qolmaydi. Ahli sunna val jamoatning aqidasida mo'min katta gunoh qilganligi bilan kofir bo'lmaydi, dindan chiqmaydi. Gunohkor bo'ladi. Albatta amaliga zarar qiladi, iymoniga zarar qiladi, lekin dindan chiqmaydi. U baribir sizni birodaringiz u. Buni islom aytayapti. Buni payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar. Al-muslimu axul muslim deyaptilar. Va ayni ma'no, ayni qonun Qur'onda ham bor. Juda yaxshi bilasizlar. O'tgan darslarda ham ko'p aytdik. Hammaga mashhur innamal mu'minuna ikhwa. Alloh taolo mana Hujurat surasida aytayapti. Mu'minlar faqatgina aka-ukadir deyapti. Qarang, Qur'on va hadisda qo'yilgan qonun mana shu. Biz Allohdan qo'rqishligimiz kerak. Nima uchun endi bizning zamonimizdagi musulmonlar yo mazhabni bahona qilib,
sen Hanafiy ekansan, sen Shofiy ekansan. Biz kelisholmaymiz deyapti. Sen nima haqqing bor Hanafiyatni yoki Shofiylikni mazhabni bahona qilib tafriqa bo'lishlikka, bo'linishlikka, birodarlikni tark qilishlikka nima haqqing bor seni? Kim senga izn beryapti? Agar sen Alloh va Rasuliga itoat qiladigan bo'lsang, Alloh aytayaptiki, mutlaqo mu'minlar bilan aka-ukadir deyapti. Kim bo'lsa bo'lsin deyapti. Mo'minmi? Innamal mu'minuna ikhwa deyapti. Va butun payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan, butun olamlarga rahmat bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam al-muslimu axul muslim deyaptilar. Seni haqqing yo'q, mazhabini bahona qilib, birodarlikni tark qilishlikka, unga zulm qilishlikka, uni o'ldirishlikka, molini tortib olishlikka, so'kishlikka, haqorat qilishlikka, tuhmat qilishlikka haqqing yo'q. Kim beryapti senga bu haqni? Shuni bilginki, qaysi bir musulmonni Hanafiyligini bahona qilib, Shofiyligini bahona qilib, Hanbaliyligini bahona qilib, Malikiyligini bahona qilib, Salafiyligini bahona qilib, kim bo'lsa bo'lsin, shu boshqa bir o'ziga bir yo'l, bir maslak tanlagan bo'lsa, shu maslagini bahona qilib, uni dushman tutadigan bo'lsa, zulm qiladigan bo'lsa, o'ziga zulm qilyapti, harom amal qilyapti u. O'sha mo'minning haqqi, huquqini paymol qilyapti. Allohning hurmatlarini paymol qilyapti. Allohning shiorlarini, shariatini paymol qilyapti. Dinni xorlayapti bu musulmon. Qanchalik taqvoni da'vo qilsa ishonmen, u taqvodor emas, u zolim u. Agarchi butun kechalar uxlamasdan tahajjud namozi o'qisa ham va Davud alayhisolamning ro'zasini tutsa ham, bugun ro'za, ertaga ro'za emas, kunara ro'za tutadigan bo'lsa ham, modomiki musulmonlarni mazhabini bahona qilib, millatini bahona qilib, mamlakatini bahona qilib, fikrini bahona qilib, amalini bahona qilib, tafriqaga, bo'linishlikka, kamsitishlikka, haqorat qilishlikka harakat qilyapti turgan bo'lsa, u zolimdir u. Joiz emas bu. Hech kimning haqqi yo'q. Albatta siz aytasizki, ammo hozirgi musulmonlarning holatini ko'ramiz. Hozirgi musulmonlar faqatgina shu bilan mashg'ul. Bu Hanafiy ekan bo'lmaydi. Bu Shofiy ekan bo'lmaydi. Bu Salafiy ekan bo'lmaydi. Bu Vahobiy ekan, bu Sufiy ekan, bu Madhali ekan, bu falon ekan, piston ekan. Nima degan gaplar bular? Har kim xohlagan bir olimga ergashsin, bir olimga shogird bo'lsin, o'zi biladi. Albatta bir ustoz kerak, bir imom, bir mujtahid, bir mufassir, muhaddisning fikrlaridan istifoda qilasiz, kitoblardan istifoda qilasiz. Modomiki ahli sunna val jamoat bo'lsa, Qur'on hadisga harakat qilyapti turgan bo'lsa, u soliga qo'ying. Sizning haqqingiz yo'q. Qani hozirgi biz haqmiz deb turgan musulmonlarni ham qarasangiz, shu narsa bilan mashg'ul. Har xil mayda-chuda bahonalar bilan musulmonlarga zulm qilyapti. Bir misol keltiradigan bo'lsak, mana Hanafiy mazhabidagilar, Hanafiylar. Agar shularning ba'zi kamchiliklari bo'lsa, ba'zi xatolari bo'lsa, yuqorida aytdi, aroq ichadigan bo'lsa, zino qiladigan bo'lsa, hattoki shunday bo'lsa, hatto qimor o'ynaydigan bo'lsa, lekin dindan chiqaradigan holatda bo'lmasa, murtad bo'lmagan bo'lsa, islom doirasida bo'lsa, kim sizga uni qonini halol qilyapti? Kim sizga uni obro'sini halol qilyapti? Kim sizga uni molini halol qilyapti? Kim halol qilyapti? Kim halol desa kofir bo'ladi. Ya o'zingiz halol qilib oldingizmi? Siz halol qo'ygan bo'lsangiz kofir bo'lasiz. Halol bo'lmasa nimaga qo'rqmaysiz? Nimaga uni haqqidan, hurmatidan qo'rqmaysiz? Yoki Hanafiyman deganlar Salafiylarning hiqqildog'idan ushagan, bu Salafiylar boshqa ishini tark qilgan, Yahud Nasroniy tark qilgan Salafiylar bilan mashg'ul. Va Salafiyga qo'yib turgan aybing nima? Nima aybi bor uni? Sendan farqli amal qilyapti turgan bo'lsa, qilaversin. Oyat hadisga amal qilyaptimi? Dalili bormi? Qo'y uni o'zini holatiga. Senga kim uni haqqini, hurmatini halol qilyapti? Haqqing yo'q.
bir mo'minni so'kishlik, haqorat qilishlik, bular hammasi zulm bular. Joiz emas. Harom qilingan, qat'iy haromdir. Halol emas bu narsa. Modomiki siz muslim deb bilyapsizmi, bu hammaga tatbiq qilinadigan hukmlar bular. Al-muslimu axul muslim. Muslim muslimning birodaridir, aka-ukasidir. Qani mutlaq aytilinyapti. Ha, munkarini rad qilasiz, da'vat qilasiz, nasihat qilasiz. Lekin da'vat qilaman deb uni haqorat qilishlikka haqqingiz yo'q. Hattoki Imom Shofiy aytadilarki, bir insonga sen majlisda odamlarning ichida nasihat qiladigan bo'lsang, sen uni sharmanda qilding deydi. Bu nasihat emas, bu zulm bo'ladi deydi. Qarang, Imom Shofiy aytayaptilar. Demak, siz da'vat qilganingizda, nasihat qilganingizda ham uni qalbini og'ritmaydigan, xafa qilmaydigan, obro'sini tushirmaydigan holatda nasihat qilishligingiz kerak, da'vat qilishligingiz kerak. Endi mana hozirgi dunyodagi musulmonlarning holatini ko'ryapsiz. Musulmonlar bir-biriga shunchalik zulm qilsa, bir-birining haqqi hurmatini bilmasa, bir-birining qadr qiymatini bilmasa, kofirlar qayerdan bilsin? Biz bir-birimizni hurmat qilmasak, bir-birimizni himoya qilmasak, birodarlik haqqini bilmasak, kofirlar nimaga bizni hurmat qilsin? Nimaga hurmat qilsin bizni? Biz bir-birimizni qonimizdan qo'rqmasak, molimizdan qo'rqmasak, obro'yimizdan qo'rqmasak, kofir nimaga qo'rqsin? Qarang, kofirlarni biz yashatyapmiz. Kofirlarni biz qo'llab-quvvatlayapmiz. Dunyoda bo'layotgan turgan zulmga biz hissamizni qo'shyapmiz. Biz sababchi bo'lyapmiz. Biz agar bu oyat hadislarga amal qilib bir bo'laylik, aka-uka bo'laylik, qani kim sizga zulm qilar ekan? Allohga qasam ichamanki, hech kim sizga zulm qila olmaydi. Dunyoning hech yerida hech qaysi kofir birorta mu'minga, mu'minaga zulm qila olmaydi. Dunyoning qayerida bo'lsa bo'lsin. Zulm qila olmaydi. Agar biz bu oyat hadislarga amal qilsak, bir mu'min dunyoning qayeriga borsa bo'lsin, aziz bo'ladi, muazzaz bo'ladi. Hamma uni haqqi hurmatini rioya qiladi. Lekin avvalo biz bu narsalarga amal qilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom al-muslim axul muslim degandan keyin aqlli inson tushundi. Mana bu mutlaq bo'ldi. Hozir ijmoliy qilib butun masalani tushuntirdilar. Demak, biz mu'minlarga butun yaxshilikni ravo ko'rishligimiz kerak va butun yomonliklarni ulardan daf qilishligimiz kerak. Bizdan ham ularga yomonlik bo'lmasin, boshqalardan ham yomonlik bo'lmasin. Payg'ambarimiz alayhisalom endi mana bu ijmonni tafsir qilyaptilar. La yazlimuhu. Muslim muslimga zulm qilmaydi. Zulm qilmaysiz. Zulmning butun turlari harom. O'sha muslim kim bo'lsa bo'lsin. Hozirgi musulmonlar ko'ryapsizki, bir Hanafi bilan Shofiy bir majlisda o'tira olmaydi. Bir Maliki bilan bir Salafi bir majlisda o'tira olmaydi. Avomlarni, oddiy insonlarni qo'ying. Olimman deganlari falonchi domlani marosimlaringizga, to'ylaringizga aytsangiz meni aytmanglar. Nimaga? Nima bo'pti, u kofirmi? Nima haqqing bor seni? Qarang, ilmlilarimiz, ilmni da'vo qilgan insonlar mana bunday tafriqaga, musulmonlarning o'rtasini bo'lishlikka, uzoqlashtirishlikka, nafrat qilishlikka darvoza ochyapti. Durust emas bular, joiz emas. Nimani talashyapsan? Nimani kelisha olmayapsan? O'rtada nima bor? Nima zulm qildi senga? Dadangni o'ldirdimi? Bobongni o'ldirdimi? Nima qildi senga? Zulm qilishlik joiz emas. Qoniga ham zulm qilmaysiz, moliga ham, obro'siga ham. Durust emas. Agar zulm qiladigan bo'lsangiz, siz mu'minning haqqi, hurmatini, qadrini bilmayib turgan bo'lsangiz, o'ziga zulm qilyapsiz. Sizni diningizni noqisligi, iymoningizni noqisligi, islomiyatingizni noqisligidir. Alloh va rasuliga itoat qilmayapsiz siz. Isyon qilyapsiz, fasod qilyapsiz. Mu'minlarni mazlum bo'lishiga hissa qo'shyapsiz. Va la yuslimuhu. Va muslimni topshirib qo'ymaydi. Zolimlarga topshirib qo'ymaydi.
Qarang, bu bizning islomiyatimiz, bu dinimiz, aqidamiz. Siz bir mo'min birodaringizni kofirlarga tashlab qo'ymaysiz. Joiz emas, harom. Shu narsani biz mana necha jumadan beri bayon qilyapmiz. Dunyoning har tarafida islom va iymonda bo'lgan birodarlarimizga bunday zulm bo'lar ekan, bizni bemalol xotirjam g'aflatda yurishligimiz harom, joiz emas bu. O'tgan darslarda ham aytganimizdek, yo qo'limiz bilan, yo tilimiz bilan, yo eng kamida qalbimiz bilan biz bu zulmni, bu munkarni tag'yir qilishlikka, o'zgartirishlikka, yo'qotishlikka harakat qilishligimiz kerak. Farz bu. Qo'limizdan kelyapti turgan bo'lsa, qo'limiz bilan qilishligimiz farz. Tilimiz bilan qilishlikka qo'limizdan kelyapti turgan bo'lsa, tilimiz bilan qilishligimiz farz bo'ladi. Shunday bir yerdasizki, hech siz islomingizni zo'rg'a izhor qilasiz, diningizni yashiradigan holatda bo'lsangiz, qalbingizda yomon ko'ring, qalbingizdan zulmga qarshi chiqing. To'g'ri, siz dadangizga ishonmayapsiz ekan, o'g'lingizga ishonmayapsiz ekan, bu zolim kofir hukumatlar hammani o'ziga qul qilyapti ekan, sotyapti ekan. Musulmonman degan odamlar uyalmasdan kufr hukumati uchun, kufr qonunlari uchun o'zini dadasini sotyapti, o'g'lini sotyapti, qizini sotyapti, xotinini sotyapti. Shunday bir holatda ekansiz, o'zingizga ham ishonmaysizmi? Qalbingizda yomon ko'ring, qalbingizda zulmga qarshi chiqing. Qalbingizga ham ishonmay qoldingizmi? Yo qalbingizni ham bilishyaptimi? Ular bir apparat chiqaribdi, makina chiqaribdi-da, har bitta odamning qalbini tekshirib, "Ha, sen hukumatga xiyonat qilyapsan. Bizni hukumatimizni, prezidentimizni yomon ko'rar ekansan" deyishyaptimi ular? Qiyomatgacha bo'lmaydi-ku bu narsa. Sizning qalbingizdagini Allohdan boshqasi bilmaydi-ku. Eng kamida qalbingizda yomon ko'ring. Dunyoda bo'layotgan turgan zulmlarga qarshi chiqing. Islomning izzatini o'ylang. Nima qilsak islom ahli aziz bo'ladi, nima qilsak g'olib bo'ladi deb tafakkur qiling, achining. Ba'zan kechalari uyqungiz qochsin. Sal qiynaling sal. Nima qilishligimiz kerak? Men nima qila olaman deb o'ylaning. Bu farz sizga, eng oxirgi farz. Bu ham bo'lmasa, juda og'ir holatdasiz. Mo'min kishi bir mo'min birodarini zinokor bo'lsa ham kofirlarga tashlab qo'ymaydi. Araxo'r bo'lsa ham kofirlarni zulm qilishiga izn bermaydi. Qotil bo'lsa ham, odam o'ldirgan bo'lsa ham kofirlarga berib qo'ymaydi uni. Bir mo'minning aybi, gunohi bo'lsa, biz uni shariatga ko'ra mahkama qilamiz. Kofirlar aralashmasin. Bir kofir Amerika bo'ladimi, Rus bo'ladimi, butun dunyo hukumatlari birlashsin, bir mo'minning ustida hukm chiqarishga haqqi yo'q. Kim beryapti ularga bu haqni? Mo'min to'g'risida sen hukm chiqarasanmi? Sen kimsan, sen nimasan sen? Kim senga bu haqni beryapti? Mo'minning ustidan faqatgina Robbul alamin hukm chiqaradi. Faqat Alloh hukm qiladi. Yaxshilik to'g'risida ham, yomonlik to'g'risida ham. Amerika nima bo'lsa bo'lsin, Rus nima bo'lsa bo'lsin, ularning mingtasi bo'lsin, dunyodagi eng gunohkor bir mo'minning to'g'risida hukm qilishlikka haqqi yo'q. Yo'q bunday haq ularga. Ya'ni biz buni bilib qo'yaylik. Buni mo'minlar bilsin. Siz Amerikada yashaysiz ham, Amerikaning hukumatiga aytishlik kerakki, sen menga hukm qila olmaysan. Meni ustimdan hukm chiqara olmaysan. Va aslida Alloh taolo mo'minlarga ham harom qildiki, kofirlarni hukmiga bormanglar. Kofirlardan hukm talab qilmanglar. Kofirlarning mahkamasiga bormanglar deb bizga ham harom qilingan. Biz Amerikadan bir adolat talab qilishligimiz, Rusdan adolat talab qilishligimiz, insof talab qilishligimiz harom, joiz emas bu. Durust emas. Nimaga ularga siz bo'yningizni egib boryapsiz? Antumul a'laun. Alloh aytayapti, sizlar oliysizlar deyapti. Sizlar ustunsizlar, sizlar g'olibsizlar. Sizlar azizsizlar. Hech qachon bir mo'min kishi kofirga bo'yin egishligi joiz emas. Durust emas, o'zingizni xorlamang. Dunyoni qayerda bo'lsangiz bo'ling. Agar
izzatingizni saqlashga kuchingiz yetmayib turgan bo'lsa, Allohning yeri keng, alhamdulillah. Allohning mulki keng, hijrat qiling. Ne'mat mana buyuk ibodat, ajr savob. Butun payg'ambarlar hijrat qilgan, payg'ambarlarning sunnati. Biz agar hijrat qila olmayib turgan bo'lsak, Allohga yig'lab duo qilishligimiz kerak. Ya Robbi, shu ibodatni menga nasib qilgin. Shu fazilatni menga nasib qilgin deb yig'lab Allohdan tilab so'rab olishligimiz kerak. Bu majbur qolib hijrat qiladigan, hijrat qilib olib ham siqilib, nima balo bo'ldi, hech kutilmagan holat bo'ldi-ya, nimaga bunday bo'ldi ekan deydigan holat emas. Allohga hamdlar bo'lsinki, Alloh taolo meni yaxshi ko'rar ekanki, hijratni nasib qildi deyishligimiz kerak. Izzatingizni saqlang. Xorlikka sabr qilmang. Mo'min kishini xorlikka sabr qilishligi harom, harom, harom. Xorlikka sabr qilmang. Kofirlarning qo'lida xizmatkor bo'lmang, qul bo'lmang, malay bo'lmang ularga. Izzatingizni biling. Har bitta mo'min o'zini izzatini bilsin, qadr qiymatini bilsin va biz bir-birimizni bilaylik, tushuntiraylik, yetkazaylik. Bir mo'min birodarimizni qanchalik gunohkor bo'lsa bo'lsin, kofirga taslim qilmaylik. Bir mo'minni kofirga shikoyat qilishlik kufr. Kimiki bir mo'min birodarini kofirlarga borib, Amerika, Rusga o'xshagan kofirga borib shikoyat qilsa, mana shu musulmon desa, yoki bu vahobiy desa, bu salafiy desa, yoki bu sufiy desa, yoki bu madhali desa, nimanidir bahona qilib shikoyat qiladigan bo'lsa, zarar berishlik uchun kofir bo'ladi. Bir mo'minni, muslimni kofirga borib shikoyat qilganligi uchun kofir bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, yana bitta surati borki, musulmonlar ustiga kelgan katta musibat. Musulmonlarning diyorlarida hozir musulmonman degan odamlar ularni boshqaryapti, lekin qonunlari kufr. Hukumatlari kufr, siyosatlari kufr. Mana shu holatda ham kimiki bir mo'minni qanchalik gunohkor bo'lsa bo'lsin, mo'minmi, islomdami, siz uni borib bu hukumatlarga shikoyat qiladigan bo'lsangiz, bahonangiz, bizni podshomiz namoz o'qiyapti-ku deysiz. Siz uni namoz o'qishiga qaramang. Biz uni hozir takfir masalasiga kirmaymiz. Yoki uni qonunlari, hukmlari qanday hukm? Kufr hukm. Uni siyosati, hukumati kufr. Islomga hech qanday aloqasi yo'q. Siz bir mo'min kishini musulmonni unga shikoyat qilishligingiz harom bo'ladi, kufr bo'ladi. Siz kufr hukumatga bir mo'min kishini shikoyat qilib, sotib, ularni qo'liga taslim qilishligingiz bilan uni kufrga tashlayapsiz. Kufrni qo'liga tashlayapsiz. Kufr qonunlarini oldida xorlayapsiz. Ana keyin ular bu hukumatni boshqarib turganlar ochiqchasiga kufrini e'lon qiladigan mard kofir bo'ladimi? Yoki bir munofiq bo'ladimi, islomni da'vo qilgan bir zolim bo'ladimi? Kim bo'lsa bo'lsin, o'zlariniki mahkamalarida o'sha muslimni birodarni chiqarib olishi mahkama qilishyapti-ku. Xolagan zulmini, haqoratini qilyapti-ku. Shunga siz sababchi bo'lyapsiz. Bu kufr, bu kofir bo'ladi. Qarang, islom bu masalalarda juda qattiq. Bular yengil masalalar emas bular. Hayron qolasiz musulmonlarga, nahotki bunchalik farz bo'lgan, vojib bo'lgan, iymoniyatdan bo'lgan masalaga bunchalik beparvolik qilinsa. Musulmonlarga kim fatvo beryapti? Bir musulmonga zulm qilishlikka, musulmonni sotishga, kofirga taslim qilishlikka, kofirga xiyonat qilib, unga xabar berib shikoyat qilishlikka kim fatvo beryapti senga? Kim halol qildi bu narsalarni? Alloh subhanahu va taolo harom qilgan buni. Joiz emas. Va boshqalar shuni qilyapti turgan bo'lsa to'xtatishligimiz kerak. Dunyoning hamma yerida birorta zulmga rozi bo'lishligingiz, sabr qilishligingiz joiz emas. Qarshi chiqasiz zulmga. Mo'min birodaringizni himoya qilasiz. Qaysi millatdan bo'lsa bo'lsin, qaysi mazhabda bo'lsa bo'lsin. Bu mazhablarni bahona qilib, millatlarni bahona qilib, tillarni bahona qilib ixtilofga tushishlik ayni bu o'sha Amerikadan, Rusdan kelyapti turgan dars bo'lar. Bu darsni beryapti turganlarni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, orqasida Amerika bilan Rus bor.
Ular tarafidan kelyapti bu narsalar. Musulmonlarni parchalashligi uchun. Musulmonlarni xorlashligi uchun. Musulmonlar bir-biriga zulm qilsin, Allohning g'azabiga qolsin, tafriqaga tushsin, bo'linsin, Amerika bilan Rus yashasin keyin. Maza qilib yashasin. Yashashlik uchun, o'zini tinchi uchun biz o'rtamizga shu ixtiloflar tashlayapti. O'rtamizda mazhabiy, amaliy, e'tiqodiy ixtiloflar bo'lishi mumkin. Bor albatta. Yo'q emas. Biz uni janjal bilan, to'palang bilan, so'kkan holatda, haqorat qilgan holatda emas. Kitobi sunnat bor biz o'rtamizda. Alloh taolo amr qilyapti: "Farudduhu ilallohi va rasulihi. Fa in tanaza'tum fi shay'in." Birorta narsa to'g'risida ixtilof qilsangiz, tortishsalaringiz, uni Alloh va rasuliga qaytaringlar, deyapti. Mana Qur'onni qo'ying, hadisni qo'ying, Buxoriyni, Muslimni qo'ying, boshqa hadis kitoblarni qo'ying, Qur'on hadisga ko'ra hal qiling uni. Bu janjal qilib, urushib, xafa qiladigan masala emas. Qur'on hadis bilan hal qiladigan masala bu. Ibodat-ku bu. Ixtilof bo'lishi mumkin. Albatta bo'ladi ixtilof. Sahobalar o'rtasida ixtilof yo'qmi edi? Mana payg'ambarlarning shariatining o'rtasida ixtilof bor-ku. Hamma payg'ambarlarning shariati bir xil emas-ku. Endi payg'ambarlarningki shariatlari har xil bo'lsa, amallari har xil bo'lsa, endi oddiy mu'minlarning amalida, e'tiqodidagi farqlik oddiy narsa bu. Bu ta'ajjub qiladigan narsa emas. Mana Imom Malik salaf solihlarning buyuklaridan, taba tobiinlarning buyuklaridan Muvatta kitobini yozdilar. Nihoyatda qiymatli kitob hadis bobida. Harun ar-Rashid o'qib hayron qoldi. Nihoyatda buyuk kitob dedi. Islom olamida yozilingan ilk hadis kitoblaridan hisoblanadi. Boshlang'ich kitoblardan hisoblanadi. Aytdilarki, Imom Malik juda nihoyatda go'zal, qiymatli kitob bo'libdi ekan. Men xohlayapmanki, shu kitobni ko'paytirsakda, butun islom olamiga tarqatsak va qonun chiqarsam men. Islomiy xalifa va islomiy hukumat tarafidan qonun chiqarsamki, dunyodagi butun musulmonlar shu kitobga amal qilsin dedi. Toki birlashsin ular dedi. Qarang, ne zohiran qarasangiz to'g'ri fikr. Hamma faqatgina muvattaga amal qilsa, hamma muvattada kelgan qavullarga amal qilsa, hamma bir xil bo'lsa, hech qanday ixtilof bo'lmasa, mana hozirgi zamondek sen Hanafiysan, Malikiysan, Salafiysan, Sufiysan deb ixtilof janjallar bo'lmasa, yaxshi bo'ladi deysiz. Zohiran qarasangiz to'g'ri. Harun ar-Rashid shunday o'yladi. Hammasini birlashtirsam dedi. Imom Malik aytdiki, la tafal. Bunday qilma dedilar. Qo'y musulmonlarni o'z holatiga qo'y dedi. Har kim o'zini ustozidan, mujtahididan nimani o'rgangan bo'lsa, nimani dars olgan bo'lsa, nimani bilsa Qur'on va hadisdan shunga amal qilaversin dedi. Sen bu ishga, bu masalaga aralashma dedi. Chunki bu ishni sahobalar qilmadi. Sahobalar aytmadiki, kelinglar, biz mana hammamiz Rasulullohning shogirdimiz. Dunyoni har tarafiga tarqayapmiz. Ey Ibn Mas'ud, ey Abu Musa Ash'ari, ey Bilal, ey Abu Hurayra, ey Ibn Abbos, Ibn Umar, kelinglar. Birlashaylikda har masalada bitta fatvo beraylik. Har xil fatvo bermaylik. Har xil fatvo berishligimiz yaxshi emas demadi ular. Aytishdiki, Qur'on hadis keng, bizga Rasululloh shunday o'rgatdilar, bu din bu. Bizning haqqimiz yo'q. O'sha bitta masalada payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari bir nechta fatvo berganlar. 4 ta mazhab bo'lishligi oddiy narsa bu. 10 ta mazhab bo'lishi ham mumkin. Va yaxshi bilasizlar, o'sha zamonda 400 tadan ortiq mazhab bor edi. Bitta bir masalada, bir amalda 100 ta fatvo bo'lishi mumkin. Bu ta'ajjub qiladigan narsa emas. Qo'ying qolsin shundayligicha. Sahobalar aytmadi-ku, bitta fatvoni qoldiramiz, qolgan hammasini yo'qotamiz demadi-ku. Bu oddiy narsa, bu ixtiloflar bo'lishligi. Lekin qarang, bu Allohning imtihoni bu. Shuni Alloh taolo qadar qildi, xohladi. Far'iy masalalarda, ba'zan e'tiqodiy masalalarda ixtiloflar bo'ladi. Lekin sizlar agar mu'min bo'lsalaringiz, Allohdan qo'rqsalaringiz, Alloh va rasuliga itoat qilsalaringiz, Qur'on va hadisga murojaat qilasizlar. Qur'on va hadis bilan hal qilasizlar. Qur'on va hadis nima desa shunga taslim bo'lasizlar. Agar biz mana shu ichki ixtiloflarimizda Qur'on va hadisga qaytmasdan har kim o'zini yo'licha, biz salafiymiz, biz hanafiymiz, biz sufiymiz, biz shofiymiz
Bizga kelsa biz bormaymiz desak, zulm qilyapmiz. Alloh va rasuliga isyon qilyapmiz. Biz haqqimiz yo'q unday deyishlikka. Bir bo'lishligimiz kerak. Nimaga ajralyapsiz? Siz Hanafiyman deb turib, Shofiylardan, Salafiylardan ajrayapsiz, ularni yomon ko'ryapsiz. Abu Hanifadan dalil bormi? Abu Hanifa aytganmi? Ey shogirdlarim, boshqalarga yaqinlashmanglar deganmi? Mana Abu Hanifaning eng katta shogirdi Imom Malik. Imom Muhammad. Imom Malikka borib dars o'qidi. Abu Hanifa o'zi tavsiya qildi. Imom Muhammad Abu Hanifaning eng katta shogirdi hisoblanadi. Birinchisi Abu Yusuf bo'lsa, ikkinchisi Imom Muhammad. Imom Malikka borib dars o'qiyapti. Qarang, mujtahid holatida, olim holatda boryapti-ku. Va boshqa shogirdlari ham shunday edi. Katta shogirdlari boshqa imomlarga borib dars olishar edi. Mana Abdullah ibn Muborak Abu Hanifaning katta shogirdlaridan. Avzoiydan dars olar edi. Avzoiy bilan Abu Hanifaning fatvolarini tekshirsa juda farqli. Mana Imom Malik bilan Abu Hanifaning fatvolarini ko'ring, juda katta farqlari bor. Lekin men qilmayapti-ku. Ey Muhammad, kel bu yerga. Men seni oq qildim. Nimaga? Imom Malikka boribsan ekan. Abdullah ibn Muborak, bu yoqqa kel. Nima Avzoiyga bording? Oq qildim seni. Senaqa shogird kerak emas menga demadi-ku. Qani Abu Hanifadan dalil bormi? Faqatgina meni so'zimga amal qilganlar bilan do'st bo'linglar, boshqalarni dushman tutinglar degan fatvo bormi Abu Hanifadan? Yo'q, abadan bo'lishi mumkin emas. Imom Shofiydan bormi? Yoki salafi solihdan bormi? Kim aytgan buni? Hech kim aytgani yo'q. Tarixda o'tgan butun ulamolar butun ummatni birlikka chaqirgan. Bir bo'lasizlar, birodarsizlar deb. Man kana fi hajati akhihi kana Allohu fi hajatihi. Kimda kim bir birodarning hojatida bo'lsa, ehtiyojini ketkizishlikka harakat qilsa, Alloh taolo uning hojatida bo'ladi. Qarang. Biz bir mo'min birodarimizning ehtiyojlarini, hojatlarini ketkizishlikka harakat qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizning hojatlarimizni ketkizadi. Bu aslida biz uchun juda katta xush xabar. Buni Rasululloh aytayapti. Siz Alloh taolo sizning hojatlaringizga kifoya qilishini xohlaysizmi? Allohning o'zi, bizzot o'zi Robbul alamin sizning hojatlaringizni ketkizishligini xohlaysizmi? Bo'lmasa mo'min birodaringizning hojatini ketkizishlikka harakat qiling. Buni Rasululloh va'da beryaptilar. Kimiki bir mo'min birodarning hojatini ketkizishlikka harakat qilsa, Alloh uning hojatini ketkizadi. Rasulullohning va'dasi bu. Siz bir hojatingiz bor, ehtiyojingiz bor, shuni ketkizishlikka harakat qilyapsiz. Ya Robbi, shu hojatimni ketkizolmayapman. Ketkizishga yordam bergin desiz, duo qilsiz, Alloh taolo xohlasa, shu duoingizni qabul qiladi, hojatingizni ketkizadi. Xohlasa qabul qilmaydi, ketkizmaydi. Lekin bir mo'min birodaringizning hojatingizni ketkizsiz, bir mo'min birodaringizning ehtiyojini ketkizsiz, Alloh taolo albatta sizning hojatingizni ketkizadi. Qarang, bu kafolat bu. Rasululloh tarafidan aytilyapti. Hammamizning hojatlarimiz bor. Shu hojatlarimizni hal bo'lishini xohlasak, mo'min birodarlarimizning hojatini ketkizaylik. Dunyoning qayerida bo'lsa bo'lsin, Suriyadami, Misrdami, Birmadami, qayerda bo'lsa bo'lsin, Afrikadami, O'rta Osiyodami, Rusiyadami, Amerikadami, Yevropadami, qayerda bo'lsa bo'lsin, mo'min birodarlarimizning ehtiyojlarini ketkizishlikka harakat qilaylik. Qon sohasida, mol sohasida, obro' sohasida butun e'tibordan ularni himoya qilaylik. Shu hojatini ketkizishlikka harakat qilaylik. Alloh o'zi bizning hojatlarimizni ketkizadi. Payg'ambarimiz alayhisalom targ'ib beryaptilar va mutlaq aytilyapti bu. Millatini bahona qilmang, mazhabini bahona qilmang, fikrini bahona qilmang. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, sen biz boshqa bir shaharga borsang va musulmonlar jamoatiga qo'shilsang, ko'rdingki, ularda shunday fikrlar borki, senga ko'ra shirk bo'lgan kufrlar. Senga ko'ra kufr bo'lgan fikrlar bor ularda. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadiki, sen shu jamoatga kirishliging vojib deydi. Mana shu jamoatdan 5 vaqt namozni o'qishliging vojib bo'ladi senga. Jumaga shularga borib
iqtido qilishliging vojib bo'ladi. Agar holat ko'tarsa, ixtilof bo'lmasa, fitna chiqmasa, ularni kattasi bilan o'tir, aytkinki, sizlarning mana bu fikrlaringiz shirk, mana bu fikrlaringiz kufr, joiz emas deb bayon qil. Agar fitna chiqmasa, fitna chiqadigan bo'lsa, hech kirma bu masalaga. Kirma bu masalaga deydi. Qarang, Ibn Taymiya rahimahulloh aytibdilar. Lekin Ibn Taymiyani qanday ko'rsatib qo'yishdi? Ibn Taymiya esa odamlar qo'rqadigan, asab buziladigan holatga kelib qoldi. Xuddi Ibn Taymiya ummatni parchalagan, ummatni bo'lgan, fitna qilgandek insonlarga shunday bir tasavvur berildi. Shunday bir ta'sirotlar berildi. Vaholanki Ibn Taymiya aytibdiki, sen borgan jamoat boshqa shaharga bording, seni fikringga ko'ra, seni aqidangga ko'ra ular xilofda, adashgan. Ammo musulmon. Iqtido qilasan ularga deyapti. O'sha sizga ko'ra adashgan bo'lsa ham orqasida namoz o'qiysan deyapti. Va bu masalada aslida Hanafiylar Ibn Taymiyadan ko'ra qattiqroq. Hanafiylar aytadiki, sen ularning orqasida o'qigan namozingni ioda qilasan, qaytarib o'qiysan deydi. Chunki senga ko'ra u fosiq, aqidasi buzuq yoki amalida harom bor, senga ko'ra fosiq bo'lganligi uchun namozingni qaytarib o'qiysan deydi. Ibn Taymiya aytadiki, qaytarib o'qimaysan deydi. Bo'ldi shu namoz deydi. Qarang, bu masalada Ibn Taymiya yana ham yumshoq bo'lyapti. Hanafiylar yana ham qattiq bo'lyapti. Ibn Taymiya nima deydi? Chunki bular ixtilofli masalalar. Sen buni shirk deyapsan, ular shirk emas deyapti. Sen buni kufr deyapsan, ular kufr emas deyapti. Yoki senga aytayapti ular. Yani faqatgina siz aytmaysiz-ku, sizga ham ular shirkni, kufrni nisbat beradi. Bunday ixtiloflar eskidan bor. Mana masalan bir misol keltiraman. Qur'onni to'g'risida, Qur'on Alloh taoloning kalomi. Maxluq emas. Bu masalada ahli sunnahning o'rtasida ixtilof yo'q. Butun ahli sunna va jamoat, Hanafiy bo'lsin, Shofiy, Maliki, Hanbali bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin, hammasi aytadiki, al-Qur'anu kalamullohi g'ayru maxluqin. Qur'on Allohning kalomidir, maxluq emas deydi. Bu hamma butun ahli sunnaning aqidasi bu. Mu'tazilalar maxluq deydi, ular adashgan ular. Keyin ahli sunnaning o'rtasida ixtilof borki, Hanafiylar aytadi, mana shu Qur'on maxluq emas, lekin Qur'onning harflar maxluq deydi. Kimiki harfni maxluq emas desa kofir bo'ladi deydi. Hanafiylarning fatvosi shu. Butun aqida kitoblarini ko'ring. Endi Hanbalilar aytadiki, harflar maxluq emas deydi. Kimiki harflarni maxluq desa kofir bo'ladi deydi. Mana fatvo qattiq. Va Hanafiylar biladiki, Hanbali Qur'onning harflarini maxluq emas deydi. Va Hanbali ham biladiki, Hanafiylarning aqidasi shu. Qur'onning harflarini maxluq deydi, ammo bir-biriga iqtido qilishaveradi. Bir-biriga ergashaveradi, bir-birining orqasidan namoz o'qiveradi. Mana shuncha zamondan beri birorta Hanafiy aytmadiki, Hanbalining orqasidan namoz o'qimanglar demadi. Yoki birorta Hanbali aytmadiki, Hanafiylarning orqasidan namoz o'qimanglar demadi. O'qilaveradi namoz. Lekin ilmiy masalaga kirsangiz, uni nazdida kufr bo'lib turgan narsa. Ya'ni bunday ixtiloflar bor. Hamma jamoatlarda o'rtasida, butun toifalarda o'rtasida bor. Siz uni shirkda ayblaysiz, u ham sizni shirkda ayblaydi. Siz uni bid'atda ayblaysiz, u ham sizni bid'atda ayblaydi. Faqatgina siz aytmaysiz-ku. Shuning uchun Ibn Taymiya aytibdiki, uni kamchiligi bor va bu kamchiliklar ixtilofli masalalar. Ixtilofli masala. Bir masalada ixtilof bo'ldimi, uni qat'iyati ketadi, qat'iy emas u masala. Ammo biz bir bo'lishligimiz, bir jasad bo'lishligimiz, jamoat bo'lishligimiz ixtilofsiz masala bu. Xohlagan odamingizdan so'rang. Biz bir bo'lishimiz kerakmi? Siz albatta deydi. Bir bo'lishimiz, bir jasad bo'lishligimiz, bir jamoat bo'lishligimiz farz. Bir bo'lishligimiz farz. Agar bo'linsak, birlikni tark qiladigan bo'lsak, harom ish qilyapmiz. Katta gunoh qilyapmiz. Shu har xil fikrlarda, amallarda bahona qilib, bir-birimizdan uzoqlashtirsak, bu Hanafiy deb uzoqlashtirsak, bu Salafiy deb uzoqlashtirsak, harom ish qilyapmiz. Eng katta zulmni qilyapmiz. Alloh va rasuliga isyon qilyapmiz. Buni bilib qo'yaylik. Durust emas, joiz emas. Biz bir bo'lishligimiz kerak. Birlik farzdir, bunga ixtilof yo'q. Mana birlik farz ekan, ixtilof yo'q ekanmi? Endi ixtilofli masalani deb, ixtilofsiz narsani nima uchun tark qilyapsiz?
Sizni tortishib turgan masalalaringiz ixtilofli masalalar. Ixtilofli narsani bahona qilib, ixtilofsiz birlikni nimaga tark qilyapsiz siz? Jamoatni nimaga tark qilyapsiz? Dunyoni qayerda bo'lsa jamoat bilan bo'lasiz. Bir bo'lasiz. Haqqingiz yo'q ajrashlikka. Bo'linishlikka haqqingiz yo'q. Millatiga, tiliga, mazhabiga, fikriga, amaliga qarab turib bo'lishga, ajratishga haqqingiz yo'q. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kimda kim bir muslimdan bir g'amini, musibatini ketkizsa, Alloh taolo undan qiyomat kunining g'amlaridan, musibatlaridan bo'lgan g'amni ketkizadi deyaptilar. Qarang. Albatta qiyomat kunining dahshatlari juda yomon. Qiyomatdagi holatlar juda og'ir. Alloh saqlasin qiyomatdagi azobdan, xorlikdan. Endi mana bu hadis sizga bir bashorat beryapti. Qiyomat kunida qiyomatni dahshatlaridan, musibatlaridan omonda qolishni xohlaysanmi? Mo'min birodarlaringni g'amlarini ketkizgin deyapti. Dunyoning har tarafidan mo'min birodarlarimiz g'amda, g'ussada, zulmda xorlanyapti. Ularni ketkizishlikka harakat qilaylik. Qayerda bo'lsa bo'lsin. Misrdami, Suriyadami, Birmadami, Afrikadami, Amerikadami, Rusiyadami, Yevropadami, O'rta Osiyodami, Xitoydami, qayerda bo'lsa bo'lsin. Mo'min birodarlarimizni har qanday g'amini, musibatini ketkizishlikka harakat qilishligimiz farz. Farz bu oddiy masala emas bu. Ixtiyoriy masala emas. Va sizga bashorat berilyapti, sizga savban va'da qilinyaptiki, siz shularni ketkizishlikka harakat qilsangiz, ketkizsangiz, Alloh taolo sizning g'amlaringizni, musibatlaringizni ketkizadi. Shundan keyin amal qilmaymizmi? وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kimiki bir musulmonni aybini yashirsa, Alloh taolo qiyomat kunida uni aybini yashiradi deyaptilar. Qarang, bu gap nima uchun kelyapti? Oldingi buyruqlar kelganda aytamizki, albatta biz Alloh va Rasulining hukmlariga itoat qilamiz. Samina va atona. Eshitdik va itoat qildik. Ala rasi val ayn, bosh ustiga itoat qilamiz u, ammo biz musulmonlar falon aybi bor, piston aybi bor degan bahonalarni qilamiz. Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu narsa bizni yuqoridagi hukmlarga itoat qilishlikdan to'sib qo'ymasligi uchun aytayaptilarki, "Va man satara musliman satarahullohu yawmal qiyamah." Kimiki bir mo'minda aybini yashirsa, shu sen aytayapsan, Hanafiylarda aybi bormi? Shofiylarda aybi bormi? Salafiylarda aybi bormi? Sufiylarda aybi bormi? Madhalilarda aybi bormi? Bor deyapsanmi? Isbot qildingmi? Bor ekan, shuni islom aytayaptiki, yashir deyapti. Yashir buni deyapti. Buni ko'tarib yurma, buni bayroq qilib yurma buni. Tafriqiga sabab qilma. Bo'lma musulmonlarning jamoatini. Kofirlarga yem qilma bularni. Musulmonlarning kofirlarga xollanishiga sababchi bo'lma. Yashir bu ayblarini. O'rtada ilmiy muzokara bilan, Qur'on va hadis bilan hal qil. Alloh va rasuliga itoat qiladigan bo'lsin. Yashir aybini, Alloh taolo seni ham aybingni yashiradi. Sening aybing yo'qmi? Bizning aybimiz yo'qmi? Bor, hammamizning gunohlarimiz bor. Allohga qasam ichib aytamanki, kimiki bir mo'minning aybini ochsa, Alloh uning aybini ochadi. Berkisiz Alloh sizning aybingizni berkitadi. Payg'ambarimiz alayhisalom boshqa bir hadisda An-Nu'man bin Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim masalul jasad." Mo'minlarning bir-biriga bo'lgan muhabbati, bir-biriga bo'lgan marhamati, bir-biriga bo'lgan muloyimligining misoli jasadning misolidir deyaptilar. Qarang. Jasadning misoli deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom butun mo'minlarni bir jasadga o'xshatyaptilar. Qani, dunyodagi xolagan olimizga boring. Dunyodagi hamma ulamolaringizni to'plang va shu hadisni sharhida so'rang. Masalul mu'minin
deganda mo'minni kimni tushunamiz deb so'rang. So'rang xohlaganingizdan. Shu ba'zi bir dinni tushunmagan, Qur'oni, hadisni tushunmagan, ilmda da'vo qilgan kishilar ummatni bo'linishiga sababchi bo'lyapti. Har xil bahonalarni qilib ummatni bo'lyapti, tafriqiga tashayapti. Shulardan so'rang. Masalul mu'minin deganda, mo'min deganda kimni tushunamiz deng. Aytadiki, islom doirasidagi kishi. Takfir qilinmasa, bu kofir deyilmasa, u mo'mindir. So'rang xohlagan olimingizdan. Misrda ulamolardan so'rang, Saudiyaning olimlaridan so'rang, Suriyanikidan, Pokistonnikidan, olimman deganlardan so'rang. Shu masalul mu'minin deganda, mo'minlarning misoli deganda bu hanafiylarga xosmi deb so'rang. Yo'q, deydi, nima deyapsan deydi. Jinnimisan deydi. Masalul mu'minin deganda bu mo'minlarning misoli deganda Shofiylarga xosmi deng? Kuladi ustingizdan. Masalul mu'minin deganda mo'minlar salafiylarga xosmi? Yo'q. Xos emas bu, Hanafiylarga, Shofiylarga, salafiylarga xos emas bu. Butun mo'minlar, butun mo'minlarning misoli deyapti payg'ambarimiz alayhisalom. Siz nimaga endi payg'ambarimiz alayhisalom butun mo'minlarning misoli bir jasadga o'xshaydi desa, siz aytasizki, biz faqatgina Hanafiylar bir jasad bo'lamiz deysiz. Bizni Shofiylar bilan salafiylar bilan ishimiz yo'q deysiz. Siz kimsiz Qur'on va hadisga qarshi chiqasiz? Tahrif qilasiz, dinni o'zgartirasiz. Nima haqqingiz bor sizni? Faqat Hanafiy bo'lsa yaxshi ko'raman, Salafiy bo'lsa meni dushmanim, Shofiy bo'lsa biz kelishmaymiz. Yana yolg'on gapiradiki, ahli sunna to'rt mazhab haq deydi, yana yomon ko'radi yana. To'rt mazhab haq deydi, biz bilamiz buni deydi. Ammo rafiladan qilmaysan, ominda jahri aytmaysan. Bo'lmasam o'zingdan ko'r. Sotaman seni deydi. Qamatib yo'qotib yuboraman seni deydi. Qarang holatni qarang. Islomga zarra qadar aloqasi yo'q bu holatda. Mutlaqo kufr bo'lgan holat bu. Masalul mu'minin, mo'minlarning misoli deyaptilar. Butun mo'minlar kiradi. Modomiki takfir qilinmadimi, butun mo'minlarning misoli masalul jasad, jasadni misoldek bo'lishlik kerak. Mana jasad, har bittamiz jasadimiz. Har bittamiz jasadimizga mana qo'limiz, qo'limizdagi barmoqlar, oyog'imiz hammasi kerak. Shuningdek kerak bizga Hanafiylar ham kerak, Shofiylar ham kerak, Salafiylar ham kerak, hammasi kerak bizga. Haydamang ularni, kerak hammasi bizga. Mana kofirlarni ko'rmaysizmi? Kofirlarning holatdan, muomalasidan qarang. Mana Bashar Suriyada o'ldiryapti musulmonlarni. Ajratyaptimi? Men faqat salafiylarni o'ldiraman xolos, Hanafiylarni o'ldirmayman, Sufiylarni o'ldirmayman deyaptimi? Hammasini o'ldiryapti-ku. Yosh bolasigacha qirib tashayapti-ku. Yosh bolasigacha. Beshikdagi bolasigacha qirib tashayapti-ku. Qarang, chunki u biladiki, butun mo'minlar uni dushmani. Butun mo'minlar uni dushmani. Mana Misrda maydondagilarni otyap turganda aytmayapti-ki, falon toifa chiqib tursin. Biz falon toifani o'ldiramiz xolos demayapti. Hammasini qatlon qilib tashayapti-ku. Dunyoni qayerda kofirlar ajratyapti? Hammasini o'ldiryapti. Qarang, ular hammamizni dushman deb biladi. Hammasi meni dushmanim deydi. Siz ularning kufrini qabul qilmasangiz, yahudiy bo'lmasangiz, nasroniy bo'lmasangiz, kommunist bo'lmasangiz, siz uni dushmanisiz. Uni yo'li ma'lum. Bitta gapi bor ular. Yo bizni dinimizni qabul qilasan yo dushmansan deydi. Boshqa hech narsani qabul qilmaydi. Biz nimaga tushunmayapmiz buni? Qachon ko'zimiz ochiladi? Qachon dushmanimizni taniymiz? Qachon bir-birimizga qadr qiymatimizni bilamiz? Qachon Alloh va Rasuliga itoat qilamiz? Qachon bu hadislarga amal qilamiz? Qachon Qur'on va hadisda maqtalgan mu'min bo'lamiz? Biz Qur'on va hadisda maqtalgan, zikr qilingan mu'min bo'lishligimiz uchun mana bunday bo'lishligimiz kerak. Qarang, mu'minlarning misoli jasadning misoli deyaptilar. Va nima deyaptilar? Fi tawaddihim muhabbat. Bir-birimizga muhabbatli bo'lishligimiz kerak. Kibr qilishlikka, masxara qilishlikka, yomon ko'rishlikka haqqimiz yo'q. Muhabbat qilishligimiz kerak bir-birimizga. Kim bo'lsa bo'lsin, qaysi mazhabda bo'lsa bo'lsin, ajratmang. Va marhamatli bo'lishligimiz kerak. Bir-birimizga mehribon bo'lishligimiz kerak. Va bir-birimizga muloyim bo'lishligimiz kerak. Bir-birimizga qattiqlik qilmaylik.
Muloyim bo'laylik bir-birimizga. Agar biz nihoyatda quvvatli odam bo'lsak, badanimizga quvvatimiz sig'mayib turgan bo'lsa, mana maydonlarga boraylik. Kufrga qarshisida ko'rsataylik kuchimizni. Bu yerda ko'rsating, keling ana mu'minlarga mehribonlik qiling, muloyimlik qiling. Bu sahobalarning sifati. Vallazina ma'ahu Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lganlar ashiddau alal kuffar ruhamau baynahum. Kofirlarga shiddatli, qattiq qo'l, qo'pol, o'rtalarda mehribon deyapti Alloh taolo. Maqtayapti. Alloh maqtagan insonlardan bo'lishni xohlasak, bir-birimizga mehribon bo'lishligimiz kerak. Bir-birimizga shirin gapirishligimiz kerak. Mo'min bo'lsa bas. Mo'minmi? Bas. Biz unga shirin gapirib, muloyim bo'lishligimiz kerak. Kofirga kuchimizni ko'rsatishligimiz kerak. Bizning zamondagi musulmonlarning ko'pchiligi bundan teskarisi. Bir-biriga nihoyatda qo'pol, bir-biriga qattiq, kofirga juda bir muloyim, shirin gapiradi. Bu zid bu. Qur'on yomon ko'rgan, Alloh yomon ko'rgan sifat. Alloh yaxshi ko'rgan mu'minlardan bo'laman desak, ashiddau alal kuffar ruhama baynahum. Kofirlarga qattiq qo'l bo'lamiz, shiddatli bo'lamiz, mu'minlarga mehribon bo'lamiz. Amerikada bo'lsangiz ham, Rusiyada bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham mana shu qonun, Allohning qonuni bu. Jasadning misoliga o'xshaydi. Izashtaka minhu uzvun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Shu jasaddan bir uzuv, jasadingizni bir parchasi, kichkina bir yeri, masalan tish, qarang, bir tishingiz butun jasadga nisbatan kichkina bir parchasi, kichkina bir bo'lim. Agar shu shikoyat qiladigan bo'lsa, og'riydigan, kasal bo'ladigan bo'lsa, qarang, tada'a lahu sa'irul jasad. Jasadning qolgani butun jasadingiz shu bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Bis-sahar degan kechasi uxlamasdan. Val humma qizib, istimalab. Qarang, butun jasad. Masalan, tish og'riganda sizning qo'lingiz, oyog'ingiz yo kallingiz aytmaydi, qorningiz aytmaydi, tish og'risa og'raversin, bizga nima deb dam olib yotmaydi-ku. Butun jasadingiz og'riydi. Va hatto bunday misollarni keltirsangiz, xuddi go'yoki gapirmaydigan gapni gapiryapti turganga o'xshaysiz. Ko'zingiz og'riyib turgan bo'lsa, qulog'ingiz, boshingiz qattiq og'riyib turgan bo'lsa, boshqa jasadingiz xotirjam bo'lmaydi-ku desangiz, hamma biladiki buni nimaga gapiryapsiz deysiz. Hamma biladi-da. Shu hamma bilgan narsani Rasululloh bizga misol qilyapti. Shu jasadga o'xshaydi mu'minlar deyaptilar. Shu jasad bir parchasi og'risa, butun jasad og'rishligini bilyapsanmi? Kechasi uxlamay qo'yishligini bilyapsanmi sen? Mu'minlar ham shunday bo'lishlik kerak. Suriyada bir mu'min birodaringizga zulm qilinyapti turgan bo'lsa, sizni tinchingiz yo'qolsin. Misrda bir mu'min birodaringizga zulm qilinyapti turgan bo'lsa, xotirjamligingiz yo'qolsin sizni. Jasad shunday bo'ladi. Birmada, Afrikada, dunyoning qayerida bo'lsa bo'lsin, bir mu'min mu'minaga zulm qilinyapti turgan bo'lsa, sizni tinchingiz yo'qolishlik kerak. Menga nima demasligingiz kerak. Yoki undan ham yomonini qilib o'zlaridan ayib o'tdi, o'zlari falon edi, piston edi, ular falon ekan, piston ekan demang. Joiz emas bu. Payg'ambarimiz alayhisalom butun mu'minlarni bir jasadga o'xshatdilar va biz jasaddek bo'lishligimiz kerak, bir jasad bo'lishligimiz kerak. Shunda biz albatta aziz bo'lamiz. Biz shu hadislarga amal qilib bir jasad bo'laylik, birlashaylik. O'rtamizda ixtilof bor, men yo'q demayapman, bor. Va men hammani bitta narsaga chaqirmayman. Hamma Hanafiy bo'lsin, hamma Shofiy bo'lsin demayman. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarga har xil tarbiya qildi. Bu ummat shunday har xil bo'ladi. Shu har xil bo'lganligi o'zi bir go'zallik, bir mo'jiza, Allohning buyuk bir ne'mati bu. Shu har xil bo'lgani yaxshi, yo'l ko'p bo'lgani yaxshi. Shu har xil namoz o'qigani yaxshi. Namozda qa'dada har xil o'tirgani yaxshi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom har xil namoz o'qidilar. Hatto Qur'onning qiroatlari qarang, 10 qiroat bor. Qur'ondek buyuk kitobimiz 10 xil o'qiladi. Islom bizga buni ta'lim berdi. Siz buni bitta qilishlikka haqqingiz yo'q. Qolsin bu ixtilof bo'ladi. Ixtilofimizni biz Qur'on va hadis bilan hal qilamiz. Ilm bilan hal qilamiz. Muhabbat bilan, hurmat bilan o'tirib hal qilamiz. Janjal to'palang, iftiro, ular kofir ekan, ular fosiqlar ekan, ular falon ekan, piston ekan deyishga hech kimga haqqi yo'q.
Alloh subhanahu va taolo bizga va butun ummatga mana bu hadislarga, oyatlarga amal qilib, bir jasad bo'lishligimiz va sahobalardek dinimizga amal qilib, xizmat qilishligimizni muyassar qilsin. Axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.